Plitalarga alvido, yig'ma monolitga marhabo. Do'stlar, qaranglar, bemalol mana shu ko'rinishda, xohlasalaring mana shu ko'rinishda o'zlaring terib olsalaring ham bo'laver ekan do'stlar. Ustalaring bo'lsa, ustiga tersangiz ham bo'laver ekan do'stlar. Endi plita ola olmayotgan aka-ukalarimiz uchun do'stlar, bemalol bu narsani xarid qilib turib, o'zingiz mana shu ko'rinishda terib olsangiz ham bo'laveradigan narsa ekan do'stlar. Eng qiziqarlisi, buni ustidan bitta steyajga qo'yganingizdan keyin 700 kilogacha yukni bemalol ko'taraveradi deyapti. Plitalardan do'stlar anchagina arzon tushadi do'stlar. 1 kvadrat metrini do'stlar 155 ming so'mdan joyidan olib ketaman deydigan bo'lsangiz, juda chiroyli ko'rinishda qilib berishaver ekan do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, buni ham chiqishi ham juda ham oson. Ko'ryapsizlarmi? Endi to'silli tashlamaysiz, boshqa tashlamaysiz, mana shu mahsulotni olib turib, shunday o'rnatadigan bo'lsangiz do'stlar, 700 kilogacha yukni bemalol ko'taraveradi do'stlar. Hozir biz Andijon Izboskanda turibmiz do'stlar. Hozircha vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Kelishilgan holatda bo'ladi. Xudo xohlasa 1-2 oydan keyin Voha tomonlarga ham dastavkaga yo'lga qo'yamiz deyishyapti. Kimgadir shunaqangi yig'ma monolitlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.